Bilasizmi, ba'zi bir kitoblar siz uni birinchi jumlasini o'qishingiz bilan sizni chuqur o'yga toldiradi. Ya'ni sizga kuchli zarba beradi. Men yaqinda Xolid Husayniyning ikkita kitobini sotib olgandim. Bu Kite Runner'da kecha tugatdim. Bu haqida alohida video qilaman hali. Bunisi A Thousand Splendid Suns. Ya'ni bu kitobning birinchi jumlasini o'qishim bilan hali bu kitobga tayyor emasman shekilli degan fikrga keldim. Birinchi jumlasini o'qib beraman. Maryam was 5 years old the first time she heard the word harami. Ya'ni Maryam birinchi marta haromi so'zini eshitganda u bor yo'g'i 5 yoshda edi. Ya'ni bu afg'on yozuvchisi tomonidan yozilgan va birinchi jumladan anglaganingizdek bu kitobda meni hali juda ham qayg'uli voqealar kutib turibdi. Bu o'sha afg'on ayollarining, afg'on opa-singillarimizning huquqsizligi, Tolibon tomonidan turli xil tazyiqlarga va cheklovlarga uchrayotganligini yoritib beradigan asar. Unutmang, har bir kitob yangi bir olam. Har bir kitob sizni birozdan o'zgartirib, yangi odam qiladi. Salomat bo'ling.